udar bo'lmagan kraskasi toza apparat 126 mingga shunda telefon qilib baraka qo'yarsiz bo'ladi. Bosib yuboring. Oyda, Telegramga mana qo'yib yubor bo'ldik. Ana endi Instagramga bismillah deb qo'yamiz. Rost egasi Mercedes CLE 53, atigi 3900 yurgan kraskasi top tozasi. Bosib yuborasizmi? BMW M-Tor Competition'ni to'g'ridan to'g'ri konkurenti hisoblanadi. Agar siz rost egasi mana tez yurib ketib qolib mazani qochiradigan xohlasangiz, M-Tor Competition, lekin komfort, status, elegantni yuradigan sport car, coupe xohlasangiz mana CLE 53 bosib yuborsangiz bo'ladi. Bosib yuborasizmi o'zingiz? Ha? Bosib yuborasiz. 3900 yurgan ham diska balonlarini ham qarang. Обычный emas, razna shiroki, qimmat diska balon mana. Akustikasi Burmester, Abduf, Abagre. Karpetkalarni ko'rasiz, poli karbon paket bo'yapti. Katta head-up display, panorama polni. Ham rullada AMG ga xos rejimlarga qo'yadigan buragichlarni ham ko'rsangiz bo'ladi. 443 ot kuchi 4 sekundda 0 dan 100 gacha chiqadi. 3900 atigi probeg. Srochniga bilasizmi nech pul? 126 mingga bosib yuborsangiz bo'ladi. Ishoning, ovorgan odam maza qilishadi. O'rtacha yengilari 160-170 lar sotilayotganini ko'rgandim. 170 lar daji. Lekin 3900 yurgan 2025 oxirida chiqqan mashinani 126 mingga hozir bosib yuborsangiz bo'ladi.